iPhone 18 Pro to'g'risida ma'lumotlar tarqalishni boshladi va roliklar ham aylanishni boshlab o'tdi. Insider mana Jon Perser yangi rolikini chiqazibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, iPhone 18 Pro ning rangi 3 xil bo'lar ekan. Mana bu rolikdagi rangi esa bardoviy rang va undan tashqari choko rang bo'lar ekan va purple rang bo'lar ekan. Oldidagi frontali kamerasi to'laqonli chap tomonga ko'chirilar ekan va u dinamik orol vazifasini ham bajara olar ekan. iPhone 18 Pro ning dizayni va korpusi xuddi iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max bilan deyarli bir xil bo'lar ekan. Alyumin bilan ishlashar ekan. Balkim bu safar iPhone 18 Pro, 18 Pro Max korpusi sal baqqotroq bo'lsa kerak. Alyumin chunki mana 17 Pro, 17 Pro Max larda kordu tez qirilib ketyotdi va ichki xususiyatiga keladigan bo'lsak, iPhone hali tarixida bo'lmagan yangi chip o'rnatilar ekan. Ya'ni 2 nanometrli chip A20 Pro chipi va aloqa uchun va internet uchun ham S2 chipini ham o'rnatishar ekan. Bularning hammasi taxminiy ma'lumotlar, balki vobshe boshqacha bo'lib chiqishi ham mumkin, yoki mana shu ma'lumotlarga ko'ra yaqinroq bo'lib chiqishi ham mumkin. Lekin shaxsan men o'zim mana bu yil iPhone 18 Pro Max sotib olaman, chunki 17 Pro Max sotib olmadim. Sizga fikringiz qanaqa iPhone 18 Pro, 18 Pro Max bo'yicha? O'zingizni fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring.